Zo'r tomoni biz dokumentlar zo'r bor kerak. Ana, life hack. Biz dokumentlarga yaxshi e'tibor olinglar. Assalomu alaykum azizlar. Moskvadan O'zbekistonga chiqib ketib turgan bugungi reysimiz Passatga bo'lyapti. 4-5 ta joyimiz qoldi. Xolos, keyin ikkinchi avtobusimizni qo'yamiz. Bir kunda ikkita avtobus chiqyapti. Reyslarimiz har kuni bor. Yo'nalishimiz Sankt-Peterburg, Toshkent, Sankt-Peterburg, Samarqand, Moskva, Toshkent, Moskva, Samarqand yo'nalishida bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek transportimiz ichki holatlari ideal darajada, yangi yumshoq pokiza sona avtobuslar bilan yo'lovchilarimiz ketishyapti. Akalar yaxshi ketyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Toshkentga, xudo xolasa. Sidinalar kengligi yaxshimikan aka? Mehki, yumshoq, zaryadli, bor, konditsioner ishlaydi azizlar. Yaxshi yetib olinglar o'qiylar akalar. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Har kuni chiqib turgan kunli reyslarimiz haqida to'liq informatsiyalarni joylab boramiz. Akalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi yetib olinglar, o'qiylar. Sog' bo'linglar. To'ldimi? Aha. Aloqa chiqarasizlar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.